Zamonaviy kanali. Va keyingi novvosimiz ola qora. O'zimizning novvoslardan. Bo'ylari 120. Boqadigan novvos. Chiroyli. Novvos. Gazi uzun xullas. Zo'r. Ana shu yuradi. Aka assalomu alaykum. Yumsiz sarchamasdan. Nech pul aka? 25,5 million so'm savdo ko'rdi. Taroziga nech puldan berasiz? 60 ming so'mdan taroziga beraveramiz deyishyapti. Telefon nomer bering. Telefon nomer berishmadi. Endi yaxshi. Mana keyingi novvosimiz. Qola qora novvos. Yomon gap Suvda bo'lyapti. mayda tushda qilmadim, foyda qilsa sotaman dedi. Egalarini olganim yo'q. Foyda qilsa sotaman. To'g'ri aka. Men mayda tushda qilmadim aka. Nech pul qilyapsiz? Qora aka 24,5 million so'm so'rashyapti. Berishga yo'q. Shuni yomon foyda qildim. Mana shu odamlar. Baraka topaymi? Havoda ko'ringlar buni. Qop qora. Hozir mayda tushda qildim aka. Hozir gapingiz. 46 kuni qilishdingiz. Mana Qirg'iziston paroda buqalarimiz. Bir donami yo'q, juftmi? Mana shu o'zi bittasi ekan. Nech pul bo'lyapti? 35 millionga berganingiz yo'q. Qo'shilsa berasiz. Qo'shilsa berasiz. Ozgina qol. Cho. Bo'ladimi? Oz qoldimi yo'qcha hali bormi? Cha turadi. Taroziga nech puldan berasiz? Ha? 60 ming so'mdan taroziga so'rashyapti. Yo'llardan mol boqilgan, yaxshi boqilgan. Bo'ylari 1.35 chiqaveradi. Tiri vazni 550 kilo. Zamonaviy. Mana simental novvosimiz. Kadrga sig'dirishga harakat qiling. Ko'rdilar. Uzunligi uzun. Bosh ko'ti bir xil. Zamonaviy kanal. O'yinlari ham to'lgan. Aka yoshiga to'ldimi? O'zi hali aka. Necha oylik? Yoshiga borib qoldi-da. Yoshiga borib qoldi. Lekin kurashchi chiqargan yo'q. Yo'q, enasini oldidan chiqdi hozir. Ha. Enasini oldidan chiqdi deyishyapti. Nech pul aka? 35 kami bor. 35 million kami bor. Bozor nech pul so'radi? 30 million so'rashi. 30 million so'mga berilgan yo'q. Taroziga ham beraverasizlar? Kelishsa beraveramiz. Taroziga ham qaytib. Nech puldan berasiz taroziga? 65 deyapmiz. 65 million, 65 ming so'mdan taroziga so'rashyapti. Kami bor deyishyapti. Mana har doim sotib olaman sizlar. Juda urg'iydi-da. Ana. O'yinlari ham zo'r. Mana dehqondan yana bitta novvosimiz, Greenford novvos. Ham novvos. Chayil. Oson bo'lmayapti. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sumsiz. Nech pul aka bu? 27 million kami bor. 27 million kami bor. Bozor so'radimi? Bo'ladi. Nech pul? Bu bola. 23,5. 23,5 million so'm so'rashdi, berilgan yo'q. Bu yoshiga to'ldimi? Yo'q, buzoqmi? O'zay. Taroziga nech puldan berasiz? Yo'q, aka, mayda.
Ha. Yo'q, misol uchun hozir taroziga 60 ming so'mdanmi, 65 ming so'mdanmi, 58 ming so'mdan so'rasa, necha puldan berasiz? Просто nima so'rab qo'yapmiz-da. Dehqonda bu akamiz. Boqib, olib chiqib mana semirtirib olib chiqilyapti. Taroziga bermaysiz. Taroziga berilmaydi. Sog' bo'ling. Keyingi novosimiz o'zimiz qora jaydar novos. Bu ham buzoq. Yaxshi. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Tunsiz? Rahmat. Nech pul aka? 22 milyon kam bor deyapmiz. 22 million so'm kami bor. 18,5 qilishyapti. 18,5 million so'm so'rashdi. Bo'zaya bu ya. Yo'q. Ha. Semirib qo'ygan. Ko'taravos oltirib berib qo'yamiz. Nima tish bosmagan? Yo'q, bo'lsa. Ha. Kuratish chiqarmagan. Tomoshabinlar. Taroziga nech pul berasiz? Rozgacha bu yigitni bas. Ha, taroziga kelmaydi. Ha. Tuyoqqa savdo bo'ladi, taroziga berishmas ekan. O'tiring. Telefon nomer berasizmi? Sotib yuboramiz. Sotilib ketadi. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Xo'p. Keyingi novosimiz mana bu novos. Savdo bo'lyapti. Mana bu yerda savdo bo'lyapti. Tamom bo'ldi. Ochiq aytyapti hozir. Nech pul deyishdi? 25 million. 25 million 200 mingga savdo bo'lyapti. Jon aka. Endi nech pul deb so'ragan nima bo'ldi? Savdoni buzmaydi-da. 25 million 200 mingga savdo bo'lyapti. Do'konda o'tirganda Berishgan yo'q. Mana novos. Yaxshi. Bular kimdan aka? Sotvordi ya. Nech puldan ketdi? 54 million. Mana buyur kerak emas. bu qizilangiz bilan manimi Greenport? Ikkalasi. Mana ikkovsi. Mana ikkovi. Ha, mana ikkovi. Novatranglar. 54 millionga jupi ketdi. Yoshiga bormagan, kurach chiqmagan bular. Nariga ko'rsangiz-chi, qizil. 1 kilo. Nariga ham sizdanmi? Qizil tonlilar. Ha. Buni ham so'rab surishtiraychi. Ha, realni yana ustiga kelib qoldi. Jupi 75 million so'm bo'ldi. Berishgan yo'q. Bori dumalar chop to'yib qo'yishibdi. Sizlar chiqqanlaring yo'q, chiqqanlaring. Yo'q. Bo'yini qarang, bo'yi denak. Nech pul deyapsiz aka? Mana egalari. 22 milliondan deyapmiz. 42 million so'mdan deyishyapti, 75 million so'm savdo bo'lyapti. 37,5 dan bo'ladimi o'shanda? 37,5 million so'mdan savdo ko'rdi. Berilgan yo'q. Ozgina qolibdi-da. Ha. Telefon nomer berasizmi? Sotilib ketar ekan bu ham. Mana semental novosimiz. Bo'ylari 1,5 metr ham deb olaveringlar-da. Katta narsa. Ammo boqma. Rosa maza qilib olib boqadigan joyga kelibdi. Yoshiga yetdimi, kuratish chiqardimi? Kuratish chiqaribdi. Ha? 4 kurak. Nech pul aka bu? 45 million so'm kami bor. Bozor savdo qildimi? Endi mana bozorga tortishyapti. Dugaga baylangan mana. Endi bozorga tortishyapti. Taroziga nech puldan berasiz aka? So'rab qolganlarga-da. Kelishib. Molni ko'rib kelishib taroziga berishaverar ekan. Aka bozorlaringizni bersin. Sog' bo'ling. Mana 3 ta novosimiz savdo bo'lyapti. Sariq, mana sichqon teri, nariga qora. Qo'y oladi. Qora. Uchkalarini tutamyapti. 1,5 bolalari bor. Uchuvsi
112 million bo'ldi. Baraka bo'ldi. 112 millionga Cho'rnovoz savdo bo'ldi. Ko'ringlarchi, baho beringlarchi. Arzonmi, qimmatmi? Boqqan foyda qilyaptimi, qilmayaptimi? 95. Mana ikkita novosimiz. Mana mashina xullas mana. Gazel deydimi? Gazel o'zi katta narsa. Gazelni yarmida turibdi. Juda katta narsa. Jup. Mana. Ular yorishdimi? Mana shu jup novoz. Aka necha puldan bu? Yo'si 110 million. 110 million so'm kami bor. Bozor necha pul qildi? Bozor 50 milliondan. 100 million savdo ko'rdi hozir. Taroziga ham so'rashdimi? Taroziga so'rashgan yo'q. So'rab qolsa necha puldan berasiz? Misol uchun nima bo'lsa. 65 ming deyapti, kelishdi. 65 ming so'm ozmoz xayri bor. Ko'p emas. Mollar ama katta narsa. Bu gazelda hozir mana misol qilib ko'rsatdim. Gazelni yarmida turibdi. Ular dehqon sotib yuboramiz deyishdi. Bir mana shu ikkovsi xolos ekan. Boqqanini bola endi videoga olmayman dedi.